Ali radhiyallohu anhu aytadilar. Insonning qalbining tub-tubiga ham har kim kira olmaydi. Har kimga ham emas insonning qalbining tub-tubiga kirishlik. Lekin insonni tub-tubiga kirgan begona ziyoratchi bir lahzada o'sha qalbni vayron qilib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun bugun muomalada, odamlar bilan so'zlashuvda, odamlar bilan xatti harakatlarda sabr bilan, shukr bilan, o'zingizni bilgan holatda siz qanchalik inson bo'lsangiz, sizni ro'parangizda turgan inson ham inson, uni ham Alloh aziz qilgan. Sizni shoxingiz bor, uni shoxi yo'q emas. Siz qanday obro' e'tiborga ega bo'lgan bo'lsangiz, sizni ro'parangiz